o'qituvchisiz, unda moddiy yordam oling. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentyabrdagi 823-sonli qaroriga asosan maktabda faoliyat yurituvchi maktab rahbarlari, ya'ni direktor va o'rinbosarlari hamda o'qituvchilar 1 yil mobaynida lavozim maoshining 2 baravari miqdorda moddiy yordam olishlari mumkin. Moddiy yordam olish asoslari esa o'sha xodimlarning, ya'ni maktab rahbarlari yoki xodimlarining, o'qituvchilarning sog'lig'i yomonlashishi, ya'ni kasallikka chalinishi yoki tabiiy ofat natijasida zarar ko'rishi yoxud yaqin qarindoshlarning vafoti munosabati bilan berilishi mumkin. Ushbu holatlar agar sizda kuzatilsa, maktab rahbariyatiga ariza bilan murojaat qilishingiz va moddiy yordam olishingiz mumkin. Sizda ham ushbu mavzuga doir savol va murojaatlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Ushbu videoni yaqinlarga ulashib qo'ying.